Men hovlida tug'ilganman. Ja, hovlida emas, uyda ichida, dahlizda tug'ilganman. U paytlari mana bu mashinalar bunaqangi ko'p bo'lmagan. Qishloqda 2-3 ta mashina bo'lgan, keyin mana bunaqa apparatlar bo'lmagan, ayollar orientirda olishalmagan, qachon tug'ishini bilmay, yo'lga ulgurolmay qolgan va yo'lchivoylar tug'ilgan. Ana hozir ana apparatlar bor. Qachon tug'asiz, nima tug'asiz, nima uchun tug'asiz aytib beradi. Hozir mana shunaqangi apparatlar rivojlanib ketdi. Bizning paytimizda bo'lmagan. Qo'llariga olib, qulog'imga, "Voy, o'g'il bo'layotgan-san", desalar xursand bo'lib ketganman. Ya, o'zim ham bilardim o'g'il bolaligimni, lekin ikkilanib turdim. Keyin xursand bo'lib ketdim. Mana o'g'il bo'layotganman deb xursand bo'ldim. Rahmatli xursand bo'lib, bu nevaram ham o'g'illi bo'ldi deb niyat qilib qo'ygan ekanlar. 3 marta osmonga otibdilar mana. Niyat qilib 3 marta osmonga otibdilar-da, endi qari boboy kishi 2 marta ilibdilar. Shuning uchun men qiziqchi bo'lib ketgan ekanman. Ko'pchilik so'raysizlar, qiziq gapni qaydan olasiz? Qiziq gap qaydan keladi sizga deb. Sizlarni ham 3 marta otib 2 marta ilishsin, shu qiziq gap sizlarga ham keladi. Agar 3 marta otib 1 marta ilganlarida mashhur TikToker bo'lardim hozir. Uch marta olib vafshi ilolmaganlarida ham taniqli bo'lardim. Ijodkor yo san'atkor bo'lib emas, unda ham so'zlarim tarqab ketardi internetga. Shuncha ishni o'zimiz qilsak, erkaklar nimaga kerak? Men ham prezident bo'laman. Mana shunaqa gaplar bilan mashhur